aka, barakangiz bor. Oling to'rtasi. Akalar endi sal kengroq turasizlar, bitta ichlarni syomka qilib chiqamiz. Obzorni aytib ketaman. 2018-yil Nexia yurgani 77 ming. O'zini halol probeka, radnoy kraskasi, mashina umuman olib sotdi bo'lmagan. 2018-yil 23-mart kuni mashina olib sotdi, nomer topilgan, salondan chiqib. Bir qo'l mashina olib sotdi ham bo'lmagan. Kimdir olsa 65 million so'mga sotiladi. Oluvchi bo'lsa ko'rsin, 64 millionga olindi. Nexia 3. Generalni chiqadi. Gaz ham qo'yilmagan 18 dan beri. Motorlar ochilmagan. Galopga ham ko'tarilmagan. Tamam. To'xtanglar, salon qismlarini bitta ko'rsatib o'taylik. Bo'ladi, dehqoni mashina balonlari yangi ekan. Yaxshi. Hamma joylari bor ekan, sarafina joyi. Bu fer ko'zib o'tmayapti. Ko'ringlar, kimgadir ma'qul kelsa.